Menga anu 1 sotuv, 1,5 sotuv uyni ko'rsatmaylar. Menga bir 2 sotuv uylar ko'rsatinglar deganlar uchun mana shu 3 ta yonma-yon qurilgan, bu ikkitasi, orqa tomonda yana bittasi bor. Kottejlarimiz sotiladi. Assalomu alaykum, hurmatli Mulhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz manzili Yangi Hayot tumani, Chortoq mahalla, orientir 333-maktab, katta ko'chaga 1 kilometr chiqadigan lokatsiyada. Mana shu uylarimiz sotilyapti. Umumiy maydoni bunisi orqadagisi 2 sotik 5 ta xona, bunisi sal kattaroq tartsoyi 3 sotik 5 ta xona, pod ключ kirib yashaydigan tayyor. Ko'rib turganlaridek asfaltli qilingan tekis yo'llari 100% pishgan g'ishtdan sifatli xomashyodan qurilgan. Mana ko'cha tomonga bitta mashinalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Zeleniy zona tashalgan, mana archalar ekib qo'yilgan, ko'rib turganlaridek. Ana endi kelinglar mana shu tartsoyi bilan kattasi bilan tanishamiz. Bunisining narxi 125 ming, yonidagi ikkitasi 119 ming. Yana kelishiladi. Uyimizni ichkari ko'rinishidan fasadini qaranglar, juda ham chiroyli qilingan. Yo'q, tepasiga ham naves qilingan. Mana podvalga bu yoqdan tushamiz. Podval tepasiga mana naves qilingan. Podvalga duxkontrni kotel o'rnatilgan. Podvaldan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda mana qaranglar, zeleniy zona qilingan. Bu yoq tomonga ham zeleniy zona qilingan. Bu yoqda mana rakvina. Bu zeleniy zonamizga archa ekilgan. Bu zeleniy zonamizga mana qaranglar, haqiqiy palma ekilgan. Bu yoqda mana bemalol tapchan stul qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Tashqarida mana hojatxona qilingan. Darvozadan kirib bemalol ikkita mashinalarni parkovka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Boyida aytganimdek, bitta mashinalar ko'chada ham turaveradi. Mana sifatli xomashyodan qurilgan. Ana endi xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda mana shunaqa chiroyli lyustralar bilan bizani hol kutib oladi. Mana holda ham o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoqqa mana divanlar qo'yib, chunki mana televizorlarga sharoitlar tashalgan. Bu yoqda mana chiroyli eshiklari bilan oshxonamiz. Mana oshxonamiz mebellariga ega. Mana qaranglar. Derazalariga уже mana jaluzi pardalar ilib qo'yilgan. Bu yoqda mana bolalar yotoqxonasi joylashgan. Mana bu yoqda ham bitta bolalar yotoqxonasi. Mana bu yoqda ichida sanuzuli bor yotoqxonamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, hamma yotoqxonalarga zamonaviy nejniy lyustralangan. Bu yoqda mana umumiy sanuzul, hamma sharoitlar qilingan, vanna, unitaz, umumanlik, hattoki bu yoqda mana kir mashinaga joylar tashalgan. Bu yoqda mana yop-yorug' kattagina mehmonxona. Qaranglar, asosan yorqin ranglar bilan tanlangan, mana yorqin aboylar, oppoqqina eshiklar. Hisobda ikkita bolalar yotoqxonasi, ikkita kattalar yotoqxonasi va bitta mehmonxona. Mana bu kattalar yotoqxonasi. Ichida o'zini sanuzuliga ega. Qaranglar. Sanuzuli. E'tibor bilan remont qilingan, hamma narsa kamchiliksiz, qarang. Yaxshi. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda mana shunaqa uy niyat qilganlar bo'lsa bitta like bosib, mana shu uyimizni uy qidirganlarga yuborib qo'yinglar. Rahmat, salomat bo'linglar.